Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 5-yaniki 16 kuni shanba. O'tgan qatim degandek bugun yana dam olish kunida chiqdim. Aprel oxiri. Bugungi temasi o'xshamaydi burunga. Burun vatan haqida yangi uchur degan temada so'zlab bergan. Bu hafta unda qilmayman. Bu hafta navbatdagi vaziyat haqida bo'ladi ma'lum. Shuning birinchisi asosligi birinchi kun chiqqan 5-yanvar 14-kun chiqqan emas bu Avam palata Kengash palatasidan o'tgan Uyg'ur kishilik huquq qonuni haqida qisqacha tushuncha berib qo'ymoqchi. Men bu to'g'riliq shu kun islam bir qisqacha narsa chiqarib qo'ysam bir qism qarindoshlar bo'lsa shu qonun loyihasi to'g'riliq ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz deb shuni talab qilyotdi. Ondan keyin ba'zi qarindoshlar bu haqda biroz tushunchalarni berdi. Hozir Twitterda bu qonun loyihasini inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilish to'g'riliq ba'zi qarindoshlar chaqiriq qilibdi. Nayti suyundim bu to'g'riliq. Nayti obda ish bu. Yarashda qisaslar, o'zini ko'ralaysizlar. Bugun men nayti qisqalik qilib bu qatimki qonun loyihasiniki mazmun, asosiy mazmunlar deb o'tib ketaman. Tafsiliy narsani shu uyg'urcha tarjima qilinib qolsa, o'zingizlar ko'rib olsanglar. Bu qatimki Kengash palatasidan o'tgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi burunqidan qisqartirilibdi. Mening his qilganim shu. Burun bir qism muhim murakkab biroz tasdiq o'tmaga ta'sir qilgan. Masalan, Avam palatasi bilan Kengash palatasiniki ikkisiniki tang qo'shilib qo'llab o'tkazilib bo'lgan o'tkazish biroz qiyin bo'lgan bir qism mazmunlar bor. Bu qatim qisqarib bu narsalar. Qisqa qolish uchun buni tushuntirishsa oson to'xtaydi ekan, tushunishga oson to'xtaydi ekan. Meniki bir taklifim hozir mana shu siyosat ilmi, xalqaro munosabatdagi mushtaq bir kasblarda o'qiyotgan ukalar bo'lsa bu qatimki loyiha bilan burunqisini silishtirib qaysi moddalar qisqardi mushaqda bir tushuncha berib qo'ysanglar. Bir videoda bo'lamdi yoki maqolada bo'lamdi. Chet eldagi qarindoshlar bilan tushunchaga bo'lsa, men bu videoni mana jiddiychilik ichida tayyorladim. Hozir men bir kurs qatnashayotgan bugun ertasi kun kurs bugun tushdim, buni shu ish bo'ldi. Vaqtim qis, ashta bo'lsa endi mendan so'ragan qarindoshlar biroz ko'p bo'lgani uchun qisqachalam tushuncha berib qo'yay deb o'yladim. Men oldinlar bir narsani deb qo'yay deyapman. Men chiqishlarni qilaman Uyg'urlar uchun ko'p ishlarni qilaman. Bu ishlarni qilgan vaqtimda men qandaqdi u ishlarni qilishda boshqalardan yaxshiroq bo'lganligim uchun, boshqalardan ustroq bo'lganligim uchun emas. Meniki men hali ko'p, lekin hamma ishni qila olmayman. Bir qism ishlarni belki yaxshi qilib ketolmayman. O'sha taraflarim bor. Lekin xalqniki yoki qarindoshlarniki ehtiyoji bo'lsa, bak u jihatda bak qobiliyatli yoki bak yuqori o'rinda bo'lib ketmasammi, shu ehtiyoji bor qarindoshlarning ehtiyojidan chiqay deb o'zimniki kuchning yetishicha ishlarni qilib manaman. Men izchil turda yashab keldim hozir qadar. Bu yangi mashina qilishning sababi shu. Men siyosat ilmining adim emas, endi inglizchani o'qib tushuna olmayman. U qobiliyat bor. Ashta boshqa buni qandaqdi bu ishni qilishim o'zimni boshqalarning ustun qo'yib olganim uchun qo'rqash emas. Shuni bu vaqtda men oldin bir tushuncha berib qo'yay. Albatta men degandek bo'lsa, shu bu qadimki loyiha bilan burunqisini silishtirib, shu siyosat ilmi sohasida, xalqaro munosabat sohasida o'qiyotgan, ishlayotgan qarindoshlar tafsilot tushuncha berib qo'ysanglar. Bu qadimki qonun loyihasida bir qancha doklad tilga olinibdi. Uniki birinchisi prezident bu qonun loyihasiga imzo qo'yib, u rasmiy qonun bo'lgandan keyin 180 kun ichida, ya'ni 6 oy ichida bir doklad tayyorlash. Buni Amerikadagi prezident qildi ekan. Doklad tayyorlash, bu dokladda Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlariniki shu Xitoy hokimiyati tomonidan izlanish, eg'iz ziyonkashlikka uchrash ahvollarini
to'liq aniqlab chiqish, xotirlab chiqish. Anandan keyin mushu ashundaq jinoiy ishlarni qilgan Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki boshliqlarini aniqlab chiqish, tizimlab chiqish. Anandan keyin shu boshliqlarga viza bermaslik, buningdagi Amerikaga kelganlarga viza bermaslik. Agar burun viza berib bo'lgan bo'lsa, uni inovatsiz qilib o'tish. Anandan keyin ashundaq boshliqlar, shu Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlarga ziyonkashlik qilishga qatnashgan boshliqlarniki Amerikadagi barliq mol mulkini to'ng'itib o'tish. Bu shu birinchi Amerikaning prezidenti tayyorlaydigan dekretga oid mazmunlar ekan. Mushu mazmunni men hammadan muhim ekan deb his qildim ham. İkincisi Amerika'daki tashqi ishlar ministri her yılda birden dekret tayyorlash. Bu dekret Uyg'ur ve başka Türkiye milletlerinin Sharq Turkistondagi kishilik huquqiniki dafsanda qilinishiga oid dekret bo'lishi kerak deydi. Andan keyin şu ishlarni xotirlab chiqish dekretda. Ondan başka Amerika'da siyasi qanot, Amerika'da ve başka qaysi davlatlarda siyasi qanotchilarniki ishini hal qilish to'g'risida tirishish, ish olib berish, diplomatik ishlarni olib berish. Amerika'niki do'stona allari, ittifoqdosh allari bilan birlashib, shu Uyg'urlarniki hamma allarda siyasi qanotlash ishlariniki o'ngishli minishiga kapolat qilish bu tashqi ishlar ministriga birlagan ish ekan. Andan keyin shu Amerikaning tashqi ishlar ministri xalqarodagi ittifoqdosh davlatlardagi diplomatiya, Uyg'ur ishlariga munosabatli ishlardagi diplomatiya munosabatlarini o'ngishli etmiş haqida bo'ldi ekan. Ikkinchi doklad. Üçüncü doklad shu Uyg'ur kishilik huquq qonuni rasmiy qonun bo'lgandan keyingi 3 oy 90 kunniki ichida Amerikaniki FBI, Amerikaning federal tekshirish idorasi bir doklad chiqarib, Amerikaga grajdan bo'lgan va Amerikaning nüfusi kirgan Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlariniki manfaatini qo'g'dash. Bo'lib ularga Xitoydan kelgan tahdid bo'lib qolsa, o tahdidni yo'q qilib, Amerikadagi Uyg'urlarni qo'g'dash. Bu 3-chi dokladning mazmuni ekan. Andan keyin yana bir doklad Sharqiy Turkistondagi shu Uyg'urlarga qaratilgan og'ir darajadagi ziyonkashlik bostirish mushtaq siyosatining Xitoyniki Amerikaning bexatarligi va iqtisodiga keltiradigan ziyonlar haqida doklad tayyorlash. Bu doklad shu qonun loyihasi rasmiy qonun bo'lgandan keyingi 180 kun ichida yozilishi kerak ekan. 6 oy ichida. Buni Amerikaniki davlat axborot idorasining direktori mas'ul taraf qildi ekan bu ishni. Shundaqda bu qanday berish? 4-chi doklad bo'ldi. Aniki 5-si maxfiy doklad deydi, yana bir doklad bor ekan. Bu maxfiy dokladda shu Uyg'ur qatorliq Turkiy millatlarning shu nimaga majburiy emgakka silinish, zavodlarga qul ish qilinish ahvollari, mush ahvollarini aniqlab chiqish. Ondan keyin jazo lagerining ichidagi kishilik huquq tafsirchilik ahvollarini xotirlab chiqish Sharq Turkistondagi. Ondan keyin shu Xitoy Kompartiya hokimiyatining Sharqiy Turkistondagi olib borgan siyosatlarining shu Uyg'ur qatorliq millatlarniki inson haqlarini dafsanda qiladigan qolgan jihatdagi siyosatlarini aniqlab xotirlab chiqish haqida bo'ldi ekan. Bu oxirgi dokladni classified report debdi, uni maxfiy doklad bo'lishi kerak debdi. Asosan shunaqda mana bir 2 3 4 5 doklad haqida ekan bu qatamqi qonun loyihasi. Şuna burun bilan silishtirgan chaqda adillashganligini ko'rib bo'ldi. Endi men o'ylandim, men o'qigandan keyin o'ylandim. Hozir endi nurg'un qarindoshlar bu qonun loyihasiniki Kengash palatasining o'tkazilganini anglagandan keyin intayin hayajonlandi, nurg'un qarindoshlar hayajonlandi. Men mashaq bo'ldim. Ondan keyingi savol endi bu rasmiy qonun bo'lib kelsa Uyg'urlarga qanday yaxshiliklar keladi degan savol bor. Bu savolni hozir hamma qarindoshlar so'rayotdi.
Meniki va bugungi dokladni, bugungi videoni chiqarishimga asos sababim shu. Men qanday o'yladim shu narsani ko'rgandan keyin. Bundan keyin biz qanday qilsak bo'ladi ekan degan masala to'g'ri. Shuni bugunlar meni tayyorlashim sababi shu. Endi demak Xitoy hokimiyatining Uyg'ur qatorliq turkiy millatlar ustidan yurgizgan jinoyatlarini aniqlab, u hokimiyat amaldorlarini Amerika jazolamoqchi. Endi jazolagan chog'da qandaqdir ularni Amerikaga kelib sudga tortib turmushlar qilolmaydi. Ashta bu boshqa Amerika hukumatining qilaydigani ularga viza bermaslik, bergan vizasini tortib olish, undan keyin buniki Amerikaga kirgizmaslik, undan keyin ularniki Amerikada bor mol mulklarini to'ng tutish nishon qilar ekan. Bu ishniki Xitoy hokimiyati ichidagi Kompartiya rahbarlariga bo'lgan ta'sir zarbasi intayin cho'ng bo'ldi. Xitoylar nurg'un ishlardan qo'rqmaydi. Masalan, 1 million Xitoy nüfusi o'lib ketsa, maqatim Xitoy virusi sababidan bu narsalarga ancha parvo qilmaydi. Ularning eng parvo qilgan narsasi chet eldagi iqtisodiy. Ular asosan degidek hammasi o'ziniki xotun bolalarini chet elga chiqarib aytgan tuqqanlarni. Ham chet elda yashaydi bular. Shunday boshqa agar ularning iqtisodiy manfaati ta'sir uchrasa chet elda bularni intan qo'rqitadi bu. Ashta boshqa bu nuqta aytgan chog'da Amerikaniki bu qonun loyihasi qonun bo'lib qolsa Xitoyga keladigan zarba oz emas. Endi Uyg'urlarga keladigan foyda nima desa, Xitoylar hozir elib berayotgan Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatini bundan keyin burunqidek davomlashtirmasligi mumkin. Bizga keladigan eng chong foydasi shu. Burunqida davomlashtirmasligi mumkin. Lekin Xitoy hokimiyati hozir qadar qilib bo'lgan ishni biz aqsi yandira olaymiz yo'q degan bu savolga javob aytdi. Aniq asosiyatni yandira olmaymiz. Bizim ülkədəki adamlarımız ölüb getdi. Turmuğa uzun müddət qamal ketganlar pek ko'p. Andan keyin hozir bular tərbiyələş mərkəzində o'qitib, iş qurlaşdırdıq deb kadr o'qituvchi va boshqa butun har xil kasblar ishlagan Uyg'urlarning hammasini zavodga ish qilib o'rlashtiryapti. Bular men burun degan 3 guruh odamlarniki Uyg'urlarni o'rta asr saviyasiga qaytarib o'tish kategoriyasiga kirgizadi bularni. Dehqonlar bilan ishchilar asosan shu kategoriyaga kirib ketdi. Ashta bu boshqa mavu endi bu bo'lgan ishdan bir qismini yandira olib bo'lmaydi, ketganlar ketib qoldi. Endi agar bu ishda bir unum bersa, zavodchilarni, turmadagilarni, lagerdagilarni qutulib chiqish mumkin. Endi bizning asl keltirolmaydiganlar odamlarimiz o'lib ketganlarni asl keltirolmaymiz. Shu bu jihatdan foydasi bor deb o'ylayman men. Endi Ashta bu boshqa endi ashlar qaysi darajada bo'ladi, buni aniq bilib bo'lmaydi. Endi hozir Kengash palatasini o'tdi bu qonun loyihasi. Bu yine Avam palatasiga berib, ularning tasdiqini o'tgandan keyin prezidentning oldiga bordi degan imzo qo'yilganga. Endi hozir farazda Avam palatasining asoslanib bitdi degan faraz bor. Nimishqa degan joyda burun birlik ikki taraf birliklanmagan modullar hozir asosan qolmoqda qonun loyihasida. Ashta bu boshqa o'tib ketish mumkin. Burun kun Marco Rubio aytlam ketish mumkin deb shunday deb yozib ekan Twitterga. U qandaqdir bir planning bo'g'al uchun degan gap emas, o'ziniki orzusida yozib ekan endi. Herhalde shu gapni qaragan chog'da xiltiz o'tadigan o'xshaydi. O'tib bo'lgan chog'da Uyg'urlarga kelgan foydasini aytaman degandek. Endi men maniki hozir umumyuzlik hissiyotim Uyg'urlar bo'shib qolsak bo'lmaydi. Biz burun ideya jihatdan, amaliyot jihatdan qandaq tayyorlik qilayotgan bo'lsak, shu tayyorligimizni davomlashtirib, yine uzun muddat kurash qilish, Uyg'urlarni erkinlikka erishtirish uchun uzun muddat kurash qilish, bu yo'ldan dahi bo'shab qolsak bo'lmaydi. Oldimizda yo'l ko'pga. Endi Uyg'urlarniki masalasi taltukis hal bo'lish uchun cho'qim xalqaro tekshirish o'migi Sharq Turkistonga berib, ashadagi bo'lgan amniy ahvollarning hammasi o'z ko'zi bilan ko'rib, Uyg'urlarga qancha ziyon bo'ldi, buni aniqlab chiqish kerak. Uni qilmay turib, Uyg'urlarning beshiga kelgan ziyonni to'liq baholab chiqilib bo'lmaydi. Lekin Xitoy ustidami unumli tadbir qo'llangan bo'lmaydi. Hozir Amerika qonun loyihasidan faqat Amerikaga kirgan Xitoylar yoki kirmoqchi bo'lgan Xitoylarning ustida bo'ldi ekan, u Xitoydagilarga amali yo'q. Ashta bir ishgan.
Aşağı bu aşka biz ideyicetin katı boşup kalsak olmayken, kamak çoğu işimizden katı boşup kalsak olmayken, şuna meniki buruntu diyen gaplarımı bunundaki müküşkiye ben kanadaşlarını devamlık düşüşmeyi teşvik çakırman. Bulup mu uzun müddet küreşini kandak yaparımız diyen meselede yine köp izlenmesek olmaydı iken. Ben bu hazır üzerindeki idaresi de yani sırtlı işlerde araç ki sahada yine toxtamay yeni nesil gün vatımen, yeni kitap okuvatımen, yakında bir kitapını okuvatımen nesil de muhabbete bu yaşlığa aş kitaptaki mezmun doğru söz etmeye digendim. Onu bir tane kılamadım ben. İşte tane kılan bu algım için. Onu bir kitap Blueprint of Revolution deydi. Bu İnkılap layisi ya İnkılap planı diyen bir kitap. Asasen hazır bir çeterdeki uygulanan hemen nurgullarımız dava kuvvetimiz deyimiz. Biz dava kuvvetimiz amevi hareket, amevi faaliyet, amevi dava yapırvatımız. Müşne kandak yapırış gerek. Kandak kılganda bunda davalar ünüm biralaydı, kandak kılganda ünüm birameydi. Burunqılar kandak yollarını manğan. Ulan nim tecrübelerini yakıldı. Bu cihetten nimin neziriyeler var. Bu cihetten ayda mükemmel bilimler var. Ben bir kısmını köydüm, to'q ko'rib olamadım. Meniki yoshlarga qo'ydigan yoshlarga bo'lgan bir umidim bo'lsa sizlar bir tashkillanib bundan keyin bir shu siyosiy muhokama guruhi bo'lamdi yoki urush guruhi bo'lamdi. Shunday mazmunlarni o'zinglar tanlab muddatlik o'rganib buni o'zaro fikr almashtirib maqola yozib oxirida andan keyin yangi narsaga ko'chib degandek mana bir o'zimizni tarbiyalash işini yaparsak. Ben ötkende bir kısım kesiplerin ismini atadım. Şu hakimiyet başkuruş, siyaset, halkara münasebet, iktisat, ondan keyin kanun, jurnalizm, ondan keyin cemiyetşünaslık degan. Ondan başka tabiiy fenniki, injener, tabiiy fenniki yaşları katnaşımı buluyordu. Hazır multidisiplin degan bir sahaba bu intayin güçlük. Amerika'da, G'arb ellerinde buna intayin ehemmiyet verdi. Ameliyatda tabiiy fenning adamları, ijtimoiy fen sahasida ish qismi bo'laverdi. Bu masalaga deganda Microsoft'ni qurgan ishchilardan birisi Bill Gates, yana bir adam asli doktor, 30 yillik doktorlik qilib keyin Microsoftga kirib, Bill Gates'ni bilan Microsoft'ni qurgan. Bundan aşağı ko'p bo'ldi. Bu yerga muhim narsa kishilarga irada. Men o'zimni taraqqi qilib, nagacha opirman, nagacha boraman. Men ömrümde millet için qanchalik ish qilib beraman. Müşcihette iradesi bo'lish, mush yoshlarni birga eklaydigan eng muhim omil. Ashtaq irada bo'lsa, nurg'un ishlarni qilib bo'ladi. Yaqindagi chet eldagi ziyolarning ichida birlashish to'g'riliq nurg'un paranglar bo'lyotdi. Meniki yoshlarga beradigan taklifim mushlarni sistemlik qilib beringlar. Hozirga qadar kishilar to'plagan bilimlarga bir qarab chiqinglar. Nima bor ekan sirtda. Masalan, birlik degan vaqtimizda siyosiy birlik, etnik birlik, diniy birlik, ijtimoiy birlik degan narsalar bor. Uyg'urlarda etnik birlik bor, bizda hammamiz Uyg'ur, unda gap yo'q. Undan keyin diniy birlik degan narsa bumi bor. Uyg'urlarda uzun muddat mobaynida diniy jihatda guruhvozlik, mazhabchilik narsalar bo'lib boqqan emas. Bizda yaxshi birlik bor. Hozirgi toza birliklarga siyosiy birlik, ijtimoiy birlik, bu jihatda birlikka kelmaydigan ahvollar bor. Bu yerda intayin muhim hukmlar bor. O'xshamagan guruhlar, o'xshamagan tashkilotlar o'tirisida birlik hosil qilish mumkin. Bu birlikniki cho'ng ko'lamlik, strategik birlik degan narsa bor. Undan keyin kichik ko'lamlik, taktikalik birlik degan narsalar bor. Lekin birlashish degan yana bir hukm bor. Birlashish degan gap 5 tashatni qo'shib bir qilib yetish degan gap endi. Birlashish oson emas, hatto mumkin emas ma'lum sharoitning ichida. Bu to'g'riliq men yana keyin ayrim to'xtalaman, degan bu to'xtalmayman. Bo'lsa yosh uklar bundan keyin shu millatni qutqizish, millatni saqlab qolish, millatni qutqizish yo'lida men bir ravrus to'pi qo'shay o'zimning hayotida deb o'ylayotgan yosh uklar mush sahada izlansanglar, bo'lsa bir guruh tashkillab abaytaman degandek, işte guruh tashkillab kirib qo'ysanglar mayli, men ancha maslahat beradiganlar uni qatnashishni xohlayman.
Aşağı qilib. Endi mishada qisqacha bir narsani deb qo'yay. Mushundaq birlik hosil qilishda birlikka ichiga kirgan o'xshamagan guruhlar orqali birlikka kelgan mana bir yangidan vujudga kelgan bir qurilma. Bu qurilmaniki rais, muavin raislar bo'lmasligi kerak. Rais, muavin rais bo'lgan o'rinlarniki ömür uzun bo'lmaydi. Ko'p tashkilotlar bir yerga kelib, birlashib, rais, muavin rais qilib olganlar. Ömür uzun bo'lmaydi. Bu isbotlangan. Buni burunqi isbotlagan. Bu vaqtda intayin mükemmel nazariyalar bor. Men bu vaqtda yine ikinci ayrım to'xtalaman. Hozirmi Uyg'urlar ichida işte rais, muavin rais yo'q. Uyg'urlarniki guruhlari bor. Yoshlarning ichida bor, cho'nglarning ichida bor. Har xil guruhlar bor. Rais yo'q. Bizniki men Amerikada bir necha rayonniki Uyg'urlarni bilaman. Ularniki jamiyati bor, lekin rais yo'q uniki. Heyet a'zolari bor. 5 ta heyet a'zosi hammasi o'xshash o'ringa o'xshash o'rin turib ish olib boradi. Lekin rais yo'q. Bu o'rinlar intayin yaxshi meng'yotadi. Amaliyotda agar obdaroq o'ylab baqsanglar, hozir millatniki Uyg'ur millatining ahvoli intayin bir nachar ahvolga kelib qoldi. Bundaq bir ahvolda chet elda bir tashkilot qurib, tashkilotning ichida bir amal tutishniki asosan qiymati yo'q. Amalning qiymati yo'q. Qiymati bor narsa nima ish qildik degan narsa qiymati yo'q. Qildigan ishning qiymati bor, lekin amalning qiymati yo'q. Ashta boshqa meniki bu jihatda bu ishlarni men burilib bildim. Uzun vaqtlarda burilib bildim. Sizlarga men bir qisqa hikoyani deb berayim ishada. ABD degan gapimning ma'nosini amal muhim emas, ish qilish muhim degan narsa. 98-yili Amerikada Amerika Uyg'ur jamiyati qurildi. Men quruvchilarning ichida yo'q. Lekin birinchi qatimda saylanish qatnashgan direktorlarning ichida bor. Men o'zim Kaliforniyada tug'ilgan bo'lg'achqa, ularniki bu jamiyatniki qurilish jarayonida qatnashaolmadim. Bu asosan DC taraf jihatda ashada bo'ldi bu ish, butun tayyorlik narsalar 6 oyda tayyorlik qilib, keyin saylan bo'lgan joyda men berib qatnashdim. Boshqa yerlarda buncha qadamda keldi. Ashta kelib 98-yil 5-oyda bir saylan bo'ldi. Washington DC'da. Saylan bo'lib 9 heyet saylamoqchi edik o joyda, 9 direktor. Uningga meniki ismini qilishcha 18 dak adam o'zini ko'rsatdi. Raqobat intayin qattiq bo'ldi. Bir adamga bir 3 minutku deymi, 3 minutmi, 5 minutmi vaqt berildi so'zlab o'zini tunishtirganlar. Ashta qilib saylan qatnashdik. Saylan qatnashib 9 adam saylanib chiqdik bu yerda. 9 direktorlarning hammasini saylagan. Saylab 9 adam saylanib chiqdik. Andan keyin bilatniki az ko'pligiga qarab turib, rais, muavin rais, bosh sekretarni ashta tanladik bu yerda. O'sha tanlandi endi. Kelishim shunday. Qurultaydan burun shunday kelishib olib, ashta bo'lindi. Ashta qilib Dolqon ham birinchi bo'lib rais bo'ldi. Rishad Abbas ikkinchi bo'lib muavin rais bo'ldi. Men 3-nomerga erishib bosh sekretar bo'ldim shu chog'da. Men bu jamiyatniki qurilish jarayoniga qatnashmaganligim, onun üstüne ben Kaliforniya'dan berip bağlılığım için o yerde beni bildiğalla andi qağalla qaraganda azraq. Ashta bu başqa özüm naytı razı oldum bu işlarga. Ashta qilib baş sekreter oldum. Andan keyin 6 ay o'tgandan keyin 9 adamdan 4 adam chiqib ketdi. Ba'zilar yomonlab chiqib ketganlar bor, lekin xizmatidagi o'zgarish tufaylidan chiqatmasa bo'lmaydigan bo'lib chiqib ketganlar bor. Shunlar 4 adam chiqib 5imiz qolib qoldik. Ondan keyin buni taqtvasak degan gaplarmi bo'ldi. Amerika jamiyatini taqtvasak deb buni bo'ldi. Qisqa ko'ngilsizliklar bo'lib bo'lgandan keyin. Men unutmadim. Men qurilgan chaqda aslida u yerga bir ishlayman deb o'ylamagan. Men o chaqda vatandagilarga o'quvchilarga yordam qilib, ular yo'l ko'rsatib, o'qishga to'g'riliq ish qilayotganman. Vatandagilarga ish qilayotganman. Endi bu bir siyosiy shart bo'lib qolgan boshqa aslida men u yerga kirish planim yo'qdi. Keyin uning ichidagi bir qancha yaqinlarimniki taklifi bo'yicha bo'pti deb berib, bosh sekretar bo'ldim. 6 oydan keyin raisim yo'q bo'lib qoldi bu yerda. Ashta bo'lgandan keyin 6 oy undan keyin shu raisning rolini o'tab turdim men 6 oydak. Taxt etishga qo'shilmay, aşağı turib 6 oy o'tgandan keyin
chiqayotganlardan bir qismlarini qaytib kirsa bo'lganlarga yolvorishga boshladim. Yolvordim men. Qaytib kelsanglar, maniki muddati 2 yilga mana shuni bir qilayotgan bo'lsa, vatandagilarni ayayli bu 9 yil ichida doktordan beshimiz bor. Qolgan 3 nomor magistr unvonlari bor. Mushundaq Amerikada o'qigan yuqori unvonli kishilar shunchalik dag'dug'liq Uyg'ur Amerika birlashmasini qurib 6 oy qolmay o'lib tushibdi desa, vatandagilarni intan qattiq umidsizlantiramiz. İşimizin şeyle de 6 ay işimizin işledik. Ben başka tuttum bu çağda. Lekin bir yıl ötkendikin qağa üçlerni qaytib kelsanlar. Dedim mi? Bazılar biraz şart qo'ydi. Şart qo'yganda uni ma'qul dedim. Mening shartim, meniki degan taklifim qaytib kelinglar. Kelib, hammanglar o'zinglar xohlagan vazifani evalanglar dedim. O'zinglar qaysi vazifani xohlasanglar shuni evalanglar. Ben hiç kim amağanımı alay. Ben Uyghur Amerika Birleşmesi'ne hukuklu kirgen emez. Uygurlar iş kılım ben de kirgen. Uygurlar iş kıvatkan burun mu? Bir ay kirsem şimdiki türsel özgürlükte başka iş kılım ben de kirgen bu yaga. Mesela işler bulup gitti. Şuna iş kısamla oldu. Bana karşı hukuk tekidi onu parva kılmayayım ben. Hukukunu evlenler ben iş bakana alay. Hiç kim amağanımı alay deyip şuna dedim. Degenden keyin qaytib kelib, yo huquqlarni qaytadan taqsim qilish bo'lib, amallar yapılıb, menga communication director, yo'q publication director, nashriyat direktori degan huquq menga tegdi. Shuning bilan oxirgi 1 yil men Amerika Uyg'ur birlashmasiniki jurnalini chiqardim. Ayda bir nusxa, 1 yil 12 nusxa chiqardim. Har ayda uniki materiallarini to'plab, uni ijod qilib, uni kompüterde besip, o kopya xanaga apırıp, azadik pul to'lab, kopya qilgan. U chaqda unda kopya qilgan mashinalar unda umlashqa emas. Bozorga berib, maxsus qilgan yerlarga pul to'lab, qilmasak bo'lmaydi buni. Aşağı berib uni ko'paytib besip, uy qaytib akilib, uni qatlab, lipapiga tiqib, uni o'radigan ham Uyg'urlarning adresini besib chiqarib olib, o adresini lipapini teshig'i chaplab, markini chaplab, aniki pochtaxonaga apirib, pochtadan soldigan işte bu. İşlerini qilgan haftasi mendeki 2 kunlik ta'minlashim shuni ketadi. Men 2 balamni yordamga solgan shu chaqda. Xat shu nimani newsletter deydigani, jurnalni qatlab, lipapiga tiqadigan ishlarga 2 balamni solganman. Ashta qilib oxirgi yili men shu Uyg'ur Amerika Birlashmasiniki jurnalini chiqardim. Chiqarib 2 yilni to'shqizib sağ salamet onu ötküzüp etip, ondan keyin Uyg'ur Amerika Birlashmasidan chiqib ketganman. Muhandislarga gapirishimdagi maqsad millat uchun da'vo qiladigan yo'ldagi kishilarda mushundaq bir xislat bo'lishi kerak. Huquq hechim emas biz uchun. Bu ommaviy tashkilotdagi, chet eldagi, bu tashkilotlardagi huquqniki hech qanday qiymati yo'q. Qiymati bor narsa biz qilgan ish. Bu bir narsa. İkincisi, hozir ham ko'zga ko'ringandek bir ish bo'lib qolsamkin, uniki g'olibiyatini jakalaydiganlar, uniki to'pisini jakalaydiganlar ko'p chiqyapti hozir. Amaliyotda bunday o'ylab baqsaq, agar Uyg'ur millati qutlib qolmasa, agar vatanimizniki ahvoli hozir mengaverib, biz agar zimindan olib qolsak, xalqni olib qolsak, chet elliklarniki hech qanday to'pisi bo'lmaydi. Chet elliklarning to'pisi faqat Uyg'ur millati erkinlik chiqqan chog'da anda bog'lanadi. Unda burun to'pisi yo'q hech kimniki. Shunga hozir to'pi hisoblashga vaqt emas, to'p hisoblashga vaqt emas hozir. Hozir mening orzuyim chet eldagi ham Uyg'urlar o'zi qiladigan ishning ichidagi ishlarni turga ayirib, eng muhim ish, eng jiddiy ish, eng qimmatli ish, mesela turga ayirib, shu yerdan boshlab qancha qilasiz shuni qilish, bular eng muhim. Hech qanday ishga muhim. Siz qaysi ustalda o'tirganingizning hech qanday qimmati yo'q chet elda. Meniki magapni deyishim albatta men degan birlik masalasi munosabatlik. Ben birlik hosil qilinglar, lekin rais muavin rais bo'lmasin dedim.
Agar reis muavin reis bo'lib qolsa, uzun davomlashmaydi bu narsa. Uyg'ur bek oq ko'ngil millat. Chet elga chiqqan har bir Uyg'urniki ajoyib hikoyalari bor. Ular chet elga chiqishchilik o'ziniki bosh sharoit ishida intayin qattiq tirishib, uni qilib ashta qilib, u yerda kelib qolgan. Endi men ba'zi joylarda o'qishni beklab ta'kidlayman. Bu deganim hozirga qadar obdurab o'qiganmaganlarni ayblaganim emas. Bunun sababi bor. Xitoyda men o'qigan mezgillarda to'liq o'tinlarni tutagan o'quvchilarning 6% oliy maktabga kira oladi. Meniki ismini qilishi 6% dek odam oliy maktabga kira oladi. Men Aqsu birinchi o'tirib vaqtimda 3 sinf o'qish bitirdik. 3 sinfdan oliy maktabga kirganlar 3 odam bor. Ashunaqdir. Ashta bu boshqa chet elga chiqqan chet eldagi qarindoshlarniki burun qandaq yo'llarni besib o'tganligi menga intayin oydin. Nurg'unlari mayli diniy sohada bo'lsin, mayli fanniy sohada bo'lsin yoki siyosiy sohada bo'lsin, hozir qadar shu qo'ldan kelishicha tirishib, qattiq tirishayotgan kishilar asosiy ko'p sonni egallaydi. Endi bundan keyin o'zimizni saqlab qolish, Uyg'ur millatini erkinlik ilishtirishda faqat oq ko'ngil yaxshidan bo'lsa bo'lmaydi. Yoshlar qartatma ma'ga. Chet elda biz her bir adam qancha taraqqiylansa taraqqiylan fursat bor. Ashta bo'lgandan meniki kutgan umidim her bir alam zaten menda nima bor? Allah menga nima bergan? Allah menga bergan narsani en yuqori chekkaga bir ko'rsatib qo'ydi. Buni pul, bu narsalar buni kirmaydi. Hozir men degan ashtaq bir narsani ko'zlab turib tishsa odam, o pul o'zgidan kirdi. O pul o'zgidan kirdi deganim o'zining turmushini ravz qamdaydigan bir iqtisodiy sharoitni yaratib bo'ladi. Agar insonlar men o'zimda bor qobiliyatni en yuqori chekkaga ishlab yashay deb ash yo'lga kirsa, iqtisodiy masalami o'ziniki ehtiyojini o'zi chiqadek darajada hal bo'ladi. U tabiiy narsa. Ashta qilib baqsaq. Men mush jihatda yoshlardan cho'roq umid kutaman. Bu meselede men bundan keyin to'xtalaman. Mening ko'rayotgan nurg'un materiallarim bor. Yine shu o'zim ko'rayotgan narsalarni asosini chiqaraman men. Yoshlarga deb beraman. Bo'lsa o'rtaq tirishsak. Oxirida deb qo'yganim bu hozir men Uyg'ur Project fondiga vakolatan Facebook'ta yan to'plash olib beryapman. O'tgan haftadagi videoda O'rta Osiyodagi bir qarindishimiz 10,000 lira berganligini degandim. Men xato deb qo'yibdiman. 14,000 lira ekan. 14,000 lira beribdi ekan. Men 10,000 deb saptiman. Shuni bir tuzib qo'ydim. Andan keyin Amerikada bir qarindishimiz 2,000 dollar berdi. Andan keyin bugun bir qarindishimiz Facebook'ta 1,250 dollar sapti. Naydi suyundim. Rahmat. Andan keyin hozir qadar 80dan jihraq 90dan jihraq kishi yani qildi. Aslaniki qilganmish yanangni, zakatlarni Alloh qabul qilsin. Sizlarga ko'p rahmat. Hozir bu qatımki yan to'plashda chiqargan 3 projekt uchun 12,300 dollardan jihraq pul yig'ilib bo'ldi. Bir qism pullar bevosita ketadi. Facebook'da emas, Uyg'ur Project fondiniki bankasiga yoki PayPal orqali bevosita ketadi. Andan keyin menga bevosita yetib berayotganlarmi bor. Ashlarni qo'shsak hozir 12,300 dollar bo'lib bo'ldi. Bir qism qarindoshlar ma 3 proyektga emas, Uyg'ur Project fondini kuchaytirish uchun ishlasanglarda pul berganlar bor. Bular bergan pulum hozir 3,000 dollarga yaqin bo'ldi. Ashta qilib bu qatim 15,000 dollardan jiroq pul yig'ilib bo'ldi hozir. Men bu ishni shu Ramazon tugash bilan to'xtatdim. Shunga yana agar zakat berishni xohlaydigan, zakat sifatida pul berishni xohlaydigan bo'lsanglar shu yana davom qilsanglar. Men o'tgan deb o'tdim. Uyg'ur millati bundan keyin biz burunqidek millat emas, biz normal millat emas endi. Biz bir alayda davrda yashaydigan odamlar bo'lib qolamiz. Ashta bu boshqa ba'zi moddiy huzurlangan narsalardan sal cheklab o'zimizni millatni saqlab qolish, millatni qutqizish yo'lida qilgan ishlarga biroz ko'proq kuchsak deyman. Shunga mushuni bir tilga qo'y dedim.
Buludu. Yine bunu da kimini azazdan ahvallarını yakıştırma. Yemir şimdi isim kep kaldı. Şu Uyghur Project Foundation pul jıpırvatkallardan Türkiye'de adımımız var. Avrupa'da adımımız var. Sizler pul maldamakçı bolsanlar, onu Facebook'tan yo başka sular bilen salman dep ağır bolmasanlar buludu. Aşağıda pulunu biraz alalayık adamlar bu. Nayt kolaylık, intayın tezlan buludu bu. 10-20 yıllarken. Şu an kolaylık var bu cihette şunu dep. Buludu. Mesela bir gün aslında nayt kısıklaşlayman degandim buni yine qancha ko'p ketdi qilmayman. Hali uzoq bir narsa bo'lib qoldi. Kechiringlar. Kelar qatim ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.